Endi boylar Yakkasaroy emas, Bektemirdan uy ola boshlaydi. Gap shundaki, yaqin yillarda Yakkasaroy va Mirobod tumanlari ko'chmas mulk bozoridagi yetakchilikni boy berishi mumkin. Yangi Toshkent loyihasi sabab investorlar e'tibori asta-sekin shaharning sharqiy hududlariga qaratilmoqda. Ayniqsa Bektemir tumani hozirdanoq ko'pchilikning diqqat markaziga aylangan. Mutaxassislar fikricha, kelajakda Bektemir Toshkent va Yangi Toshkentni bog'lab turadigan asosiy markazlardan biriga aylanishi mumkin. Shu sababli bu hududdagi uy va yer narxlari keyingi yillarda keskin oshishi ehtimoli aytilmoqda. Hozirda ayrim ko'chmas mulk mutaxassislari Bektemirdagi narxlar hali nisbatan arzonligini, 2-3 yil ichida esa uylar qimmati 2 baravargacha qimmatlashishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Shuningdek, hududda yangi infratuzilma, yo'llar va yirik loyihalar paydo bo'lishi kutilayotgani ham investorlarning qiziqishini oshirmoqda. Ko'pchilik aynan hozir uy xarid qilish uchun eng qulay vaqt bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Xo'sh, sizningcha Bektemir kelajakda Toshkentning eng qimmat hududlaridan biriga aylanishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.